Bu xizmatimizning narxi skidkada 500 ming so'm qilib qo'ydi. Okey, Xonjiyizni arzon prashka qiladigan joy qidiryapsizmi? Keling, men sizga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. E'tibor bering, приложениямizning yarmi ruscha, yarmi inglizcha qolib ketgan. Bu mashinamizni arzon приложенияларni yozib, arzon prashka qilib berishgan. Приложениялari ham qotib qoldi, monitori o'zi qotib qoldi. Yarimchala bo'lib qolgan. Eng yomoni soatlari ham 3 soat oldinga o'tib ketgan, Xitoy vaqtida turibdi. Buni regirovka qilib bo'lmaydi. Hozir biz buni nima qilamiz? Boshqatdan buni prashkalarini to'g'irlab, noldan yozib, to'liq holatda ruscha qilib beramiz. Original rusifikatsiyamiz tayyor bo'ldi. Bitta ko'rasizmi, aka? Uje mana ko'rishingiz mumkin. Hamma tomonlama to'liq holatda ruschaga o'tgan. Eng kerakli приложенияларni yozsangiz ham bo'ladi, ili o'z ko'chirsangiz ham bo'ladi. Play marketlargacha qo'yib qo'yganmiz. Приложениyalar ham ideal ishlayapti. Ko'rishingiz mumkin. Soatlari ham to'ppa-to'g'ri. Hozir uje 11:23, bu yerda ham 11:23. Soatlari Toshkent vaqti bilan hammasini to'g'rilab qo'ysangiz ham bo'ladi. YouTube'lari ham qotmish deydi-ya, original YouTube. Xullas, aka, bu xizmatimizning narxi skidkada 500 ming so'm qilib qo'ydi. Ya'ni rusifikatsiya приложение. Agar sizda Xonjiyiz programma qilingan, ruloy upravleniyada buzilib ketgan monitor qotib qolgan bo'lsa, unda murojaat qilsangiz, dogovor asosida hamma narsani zavod qilib qaytarib to'g'irlab beramiz. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Ustuning proga murojaat qiling. Mana shunaqa sifatli qilib yozib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin.